Dampay kilo. Ha? Dampay kavuş kilo. Ha? Kola kerak emasmi? Kilo. Boshqa kolang bo'lmayapmi? Ya. Aziz do'stlar, ko'rasizlar, boshqa kolam ham yo'q deydi. Chapling uyda qancha katta sana? Kozma kasım değil. Yo'q o'zi ya. Bitta berdi. Bu ham katta bitta berdi. Aziz do'stlar, ko'ryapsizlar, ko'p bir qiyinchilik, mana 4 tane sag'ir o'g'lon, bularda bir atasi va inasi ham yo'q bular. Mamasi vaqti bir 80 yaşında vaqti mamasi vafot edan do'stlar. Ko'p qiyinchilikda ekan. O'g'lim ko'mak keltiryapti. Mama bechada vafot edan ekan, voqean bular qattiq mustayiq. Mana hovlisi, mana zindaganiga. Qandoq ro'zg'orlaringiz? Hech narsa yo'q dedi, mana yo'q, birinchi uni ketirdim. Yana ham inshaalloh ketiraman zot. Mana bizlar ko'mak qilsiz. Yaxshi tukalarni yo'q, chabuz yo'q, jampala qishqa zot yo'q. Tamam ishga ketganim ham yo'q. Mama vafot qildi. Sağ Mana teşekkür qilaman. Hech narsa yo'q sizlar ya? Ya. Oyoqlaringizga keqani ukam. Do'stlar, mana ko'ringlar og'alar, voqean buni qara. Hech sag'ir bacha, bular hech narsa yo'q. Har bir do'stlaringiz ko'radi. Hamishan ko'sh qilsa bunga ko'maklashda. Bu kamgina narsa ketirdik, maqsad kam bo'lsa ham ko'pni joyga ko'ringlar. Xo'shmi, inshaalloh yana ham keladi guruh tarafdan. Inshaalloh kamgina ko'mak ketirdi, yana ham ko'maklashamiz bular. Mana voqean ko'ring bu mustayiqlarni. Do'stlar, voqean har kim musulmonning nag'od har joyga kelib uni ko'radilar. Her yerdagi do'stlar ko'ryapsizlar, voqean mustayiq bular. Kolang yo'qmi baxsha? Ha? Ya. Nima ishlaysan sen? Do'stlardan ko'mak ishlaysan. Senga jampir olib bersa, dod olib bersa xush bo'lasanmi? Nima? Dampay kilo. Ha? Dampay kavuş kilo. Ha? Kola kerak emasmi? Kilo. Boshqa kolang bo'lmayapmi? Ya. Aziz do'stlar, ko'rasizlar, boshqa kolam ham yo'q deydi. Ukajon, ber ekan. Chapling uyda oyog'ing qancha katta sana? Kozma kasım değil. Yo'q o'zi ya. Bitta berdi. Bu ham katta bitta berdi. Aziz do'stlar, ko'rasizlar, qancha qiyinchilik. Nima ishlaysan boylardan? Ko'mak ishlaysan? Nima solib bersa senga? Ha? Nima olib bersin? Jampar. Baxsha. Kavuş. Sho'la hammasi bo'ladi, keladi, xo'shmi? Tashvish qilma, bo'ladimi? Xush bo'lasanmi? Hamma do'stlar kelsa. Aziz do'stlar, ko'ryapsizlar holati. Ko'ring mana hovlining ichini ham. Shuraqam qiyinchilikda. Har ikki birodar, har ikki nog'oz bularga ko'maklashda voqea mustayiq. Xush, xudo mehribon, tashvish qilmaylar, bo'ladimi? Yana ham kelaman, saymi? Xush bo'lding. Ana qancha mayna? Rumotchi berasan. Ana, rumotchi beqani. Ana, keqani. Bersam pul olasan-da. Yo'q, pul olma qani. Pul beray. Mana. Shunga sen suv olib ichaman 100 rupiya sendan. Bo'ldimi? Xush bo'ldingmi? Mana baxsha pul qolmadi-ki senga, xushmi? Xush, chamma tayraqani. Mana. Ko'ring do'stlar, qancha xush bo'ldi.